Tanko geroyi o'zi ko'pchilik tank oling deganda pik qilinadigan geroy hisoblanadi. Pastikasiga keladigan bo'lsak, agar sizlar hech kimga 5 sekund davomida yoki sizni hech kim 5 sekund davomida urmasa, sizlarning skorost передвижения oshadi. Joninglarni har sekund 1% ga to'ldirasizlar maksimalniy HP'lardan. Bundan tashqari pastda zaryadlar paydo bo'ladi. Maksimum 10 ta zaryad. 10 ta zaryaddan keyin любой skilllar 50% ga ko'proq uron beradi. Masalan, full fiz damakka yig'ib turib birinchi skillni dushman geroyiga bersanglar, normalniy uronini olib qo'yasizlar, lekin bunaqa qilish tavsiya berilmaydi. Birinchi skillga keladigan bo'lsak, bu hook. Ko'pchilik biladi, mana shunaqa hook otasizlar va teggan taqdirida dushmanni o'zingizga qaratib tortib olasizlar. Birinchi skillni flick bilan ishlatsa bo'ladi, lekin buni ozgina trenirovkada o'rganishingiz kerak. Ikkinchi skillga keladigan bo'lsak, ikkinchi skill fizический uron beradi va undan tashqari dushman geroylarini sekinlashtirib qo'yadi. Ultasi va eng qiziqarli narsasi kontrolli bitta turi подавление deyiladi. Подавление kontrolidan hech qanaqa очищение bilan chiqib ketib bo'lmaydi yoki anti kontrol skilllar bilan chiqib ketib bo'lmaydi. Подавлениeni hech nima kontrol qilmaydi. Faqat исчезновениyaga beriladigan skillni kontrol qilishi mumkin. Masalan, bu Lancelotda ikkinchi skilli.